Domga domofon qo'ymoqchi bo'lganlar, lekin pitaniyasi yo'qligi uchun qo'yolmay yurganlarga zo'r variant topib qo'ydik. Buni ko'ramiz. Qaranglar. Bu video glazok. Glazoklarning o'rniga shunday tushadi. Mana bu orqasida turadi, mana bu kvartiraning ichida turadi va ko'rsatishini buni ko'ringlar. 3 megapikselli kameramiz bu. I 130 gradus ko'rsatadi. Katta, shirokobzorli. Plus bunda shunaqa funksiyalar bor. Telefonga ulanadi. Telefonga ulab turib, masalan, kimdir kelib bossa, sразу telefonga ham video so'zlashga keladi va telefondan turib ko'ra olasizlar, gaplasha olasizlar, yeta olasizlar. Okay, nima qilyapsiz? Nimaga keldingiz deb ayta olasizlar. Plus, agar balandroq etajda turadigan bo'lsangiz, kadezinglarning oldidan, ya'ni ishingni oldidan kimdir o'tadigan bo'lsa, dviganiya ishlab ketadi. Kimdir o'tishi bilan bu videoga oladi. Shu narsasi zo'r. Begona odamni sразу ko'rib qola olasizlar. Bu hozirda kerak narsa juda ham. Buni zaryadga qilish muammosi, pitaniya yo'dayotganimizdan sababi mana qaranglar. Bu yerda Type-C da zaryadga qilinadi. Bundan eski variantlarda bu muammo bo'lyapti. Mamlakatda shlifti chiqib ketyapti. Lekin bu yengisi primoy o'zi shunday olinadigan bo'ldi va shlifti mana shunday qotib turaveradi, hech qanaqa ishlatilmaydi. Mana shunday bosiladi. Olinadi mana. Ko'pchilik buni uстановка qilish so'raydi. Buni uстановка qilish YouTube'da bor. Bitta ko'rsangiz bo'ladi, agar qo'lingizdan kelmasa, uстановкалар ham bor. 200 ming so'mga uстановка qilib berishyapti. Rahmat.